Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ranglar sehri degan o'yinlardan bitta namuna ko'rsatmoqchimiz. Buni olishimiz uchun bizga kerakli bo'lgan xom ashyolar, bo'yoqlar, flomaster, qalam, shu kabi chizish uchun kerakli bo'lgan narsalarni tayyorlab olishimiz mumkin. Qo'shimcha oq varoq va varoqlar uchun salafan qoplama kerak bo'ladi. O'zimizni xohlagan narsani chizishimiz mumkin. Masalan aytaylik, gul rasmi. Tanlagan, o'zimiz xohlagan narsani tayyorlab oldik. Endi bunga ikkinchi bosqichda rang berish bosqichini davom ettiramiz. Masalan, boyagidek qalamda bo'lishi mumkin, bo'yoqlarda, suv bo'yoqlarda yoki flomasterda bo'lishi mumkin. Aynan o'sha jarayonni davom ettiramiz. Mana endi oq varoq uchun qoplamalarning ichiga solib tayyorlagan tasvirimizni joylaymiz. Uni keyingi bosqichda esa ustidan yurg'izib chiqamiz. Faqat demak hoshiya chiziqlarini, rangli chegaralar. Aynan bu jarayon yakunlangandan keyin mana bu holatga keladi. Rangsiz holatga. Endi buni ustidan biz tayyor qilishimiz uchun oq varoq solinadi. Mana oq varoq uchun qoplamani ustiga rangli rasmimizni solib, ustidan oq varoq soldik. Ustidagi qismida rangsiz tasvir turibdi, orqa qismida rangli tasvir turibdi. O'rtadagi oq varoqni tortganimizda bizga ranglarni mo'jizasi hosil bo'ladi. Bu holatni xohlagan tasvirimizni chizib, hammani hayron qoldirishimiz mumkin.